35 ga kiribman, lekin o'zini o'zi aylantirib pishiradigan bunaqangi aqlli shirinlikni ko'rmabman. To'rttagina masalliqdan chokolokmani ham orqada qoldirib yuboradigan mazali shirinlik tayyorlaymiz. Bismillah deb idishimizga Mari Maloko go'shonkalaridan bir piyola qo'yamiz. Ketidan 2 ta tuxum hamda Ritmaster kabartma tuzidan solib, yaxshilab aralashtiramiz. Va o'zimiz sevgan oliy navli turon unlaridan solib, o'rtacha qattiqlikda xamir qorib olamiz. Go'shonkani hisobiga xamirimiz bir ozgina yopishqoqroq bo'ladi. Xamirni tindirish ham shart emas, bir chekkadan xuddi videodagi ko'rinishda zuvalachalar yasab olamiz. Va oldindan qizdirilgan yog'da past olovda pishirib olamiz. Bu bo'g'irsoqlarning aqlliligini qaranglar, pishirish jarayonida tepasida vilka ushlab turishingiz umuman shart emas. Ko'rib turganingizdek, o'zini o'zi aylantirib pishib tayyor bo'ladi. Tayyor bo'g'irsoqlarimizni olib, ustiga Barko firmasining shokoladli pastalaridan ayamasdan solamiz. Ustini xohishga ko'ra bezaymiz va dasturxonga tortamiz. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosing va menga obuna bo'ling. Videoni esa chokolokma shaydolariga jo'natib qo'ying.